Hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Onyx avtomobillarini to'liq oyma-oy pozitsiyasiga qarab grafiklarini qo'ydik. To'g'risi, vobshe aktiv bomba portlatib tashladingizlar. Tracker avtomobillarini ko'pchilik so'rashgandi. Ushbu avtomobillarni nasib bo'lsa, to'rt xil pozitsiyasi bor ekan. Hamma pozitsiyasini alohida video obzor qilib, oylik to'lanadigan to'lov summalarini hammasini chiqarib o'tamiz. Hozir qilinayotgan videomiz hech qanday foiz ustama penyalarsiz avtomobil narxini, misol uchun 30% dan boshlab 30 oydan 60 oygacha hech qanday foiz penya yo'q, bemalol olib ketsa bo'ladi, bemalol. Mana shu obzorlarni qilib o'tamiz. Moshni bir donadan layklarni bosib qoldiring. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Nasib bo'lsa, manzilga eslatgan bo'lsak, Navoiy shahar Karmana tumani Eski shahar Regal to'yxonadan o'tganda M37 magistral yo'li bilan Moxona to'yxonaga yetmasa, bemalol kelaverasizlar. Avtosalonlar doim ish vaqtida. Ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, kimgadir agar pastda telefon nomeri ham qo'yamiz. Hamma akalarim tan jonlar sog' bo'lsin. Sizlar uchun doim xizmatdamiz. Qarshingizda Tracker avtomobilning eng boshlang'ich, ya'ni LS komplektatsiyasi mana shulardan boshlanadi. Bularning hammasi avtomat korobka bo'ladi. Salon qismlarida bir xil o'zgarishlari bor. LS da 16% diska balonda bo'ladi, qolganlarida 17 dan bo'ladi. Xo'p, bularning rassrochkasini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Onyxlardan salgina farq qiladi. Ya'ni 30% boshlang'ich to'lov qilsak 30 oyga, 40% boshlang'ich to'lov qilsak 36 oyga, 50% boshlang'ich to'lov qilsak 45 oyga, 60% boshlang'ich to'lov qilsak 60 oyga, ya'ni hech qanday foizlarsiz o'z tannarxini bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Obunachilarga ma'lumot berishdan charchamang. Nasib bo'lsa, Onyxlarni qo'ydik. Ko'pchilik trekkerlarni so'rashdi. Qiziqqan insonlar bo'lsa, nasib bo'lsa, bu galgi videomiz ham tomosha qilayotgan bizning tomoshabinlarimizga albatta foydamiz tegadi. Xudo xohlasa, faqatgina podpishka qilib turasizlar. Bo'lmasam opa, mana shu birinchi komplektatsiyani hamma narxidan boshlab aytib boshlang. Xo'p. Necha oyga olsa bo'ladi? O'tgan safargi videolarimizda va'da berganimizdek, endi Tracker avtomashinasini 0% grafiklar bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Tracker avtomashinamizni LS pozitsiyamiz. Bu avtomashinamiz narxi 220 million 951 ming so'm. Bularga boyagi Onyx avtomobillariga qaraganda oylarida ozgina o'zgarishlar bo'ladi. Misol uchun 30% boshlang'ich bilan misol 30% 66 million 200 ming so'm bo'lyapti. 30 oy muddatga beriladi. Onyx avtomobillarida esa 36 oy muddatgacha edi. 30% boshlang'ich 66 million 200 ming so'm, 5 million 155 ming so'mdan oylik to'lovlari chiqadi 30 oyga. 30 oyga. 40% boshlang'ich bilan 88 million 380 ming so'm boshlang'ich to'lov bo'lyapti. 40%. Oylik to'lovi 36 oy muddatga 3 million 682 ming so'mdan chiqadi. 50% boshlang'ichimiz 110 million 475 ming so'm bo'lyapti. 45 oy muddatga 2 million 455 ming so'mdan oylik to'lovlari chiqadi. Mana bitta katta trekkerni 2,5 million so'm oylik to'lov bilan olib ketyapmiz. Bu juda zo'r. 60% boshlang'ichi 60 oyga beriladi. 132 million 570 ming so'm boshlang'ich to'lovni amalga oshiradilar. 1 million 400 ming so'mdan oylik to'lovi chiqadi. Oylik to'lovlari chiqadi. Trekkerlarning hammasi avtomat korobka. Bularning salon qismlarida farqlari bo'ladi. Tracker avtomobilni ham bitta farqlaridan biri o'sha aytilgandek balonda farqi bor, salonda materiallarda farqi bo'ladi. Start-stopda yonmaydi, faqat bitta kalit, bitta pult bilan avtomobil jihozlangan kalitda zavod bo'ladi. Qolgan hamma narsasi deyarli bir xil mashinani, tashqi ko'rinishida ham hech qanday farqi, o'zgarishlari yo'q. Oqidan, qorasidan bemalol natijada hammasida mavjud. Keyingi pozitsiyamizda Trackerning LTZ pozitsiyasi. Uni ham ma'lumotlarni beramiz. Tracker avtomobilining ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni
hamma bilgan LTZ pozitsiyasini, buni hozir oylik to'lovlari necha puldan chiqadi? Hozir to'liq grafiklar bilan ma'lumot beramiz. Buni ham aytilgandek 30 oydan 60 oygacha olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa 30 oydan, buni ham 60 oygacha, 30% boshlang'ich to'lovdan 60% boshlang'ich to'lovgacha amalga oshirsalar bo'ladi. Tracker LTZ pozitsiyamiz 244 million 108 ming so'm. Chegirmasiz narxda amalga oshiriladi. Boshlang'ich to'lov 30% 73 million 200 ming so'm bo'ladi bu avtomashinamiz uchun. Oylik to'lovi 30 oy muddatga 5 million 695 ming so'mdan chiqadi. 40% boshlang'ichimiz 97 million 643 ming so'm bo'lyapti. 40% 36 oy muddatga 4 million so'mdan chiqyapti. Oylik to'lovi. 50% boshlang'ichimiz 122 million so'm boshlang'ich to'lovi amalga oshiriladi. 2 million 700 ming so'mdan 45 oy muddatga olsalar bo'ladi. 60% boshlang'ichimiz 146 million 465 ming so'm tashkil qiladi. 60%ni 60 oy muddatga, ya'ni 5 yilga 1 million 627 ming so'mdan to'lab borsalar bo'ladi. Juda ham zo'r imkoniyat. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Har doim ham bo'lavermaydi. Har doim ham bo'lavermaydi. Ulgurib qolish kerak. Avtomobil ko'rib turibsiz, oqidan, qorasidan, barchasidan bor. Diskalari 17 razmer bo'ladi. Xuddi shunaqa bu pozitsiyamizda уже 17 diska salon star stopda zavod bo'ladi, yonishi. Salonni ichi yarmi koja, yarmi material. Ikkita sideniyasida abagriv, qulayliklari ko'proq demoqchiman. Qulayliklari ko'proq. LSga qaraganda ham ko'proq. Endi Premierdagi option aytmasa ham bo'ladi. Endi keyingi pozitsiyamiz bizda Premier pozitsiyamiz. Premier pozitsiyasi. Bu ham chegirmasiz narxida berilyapti. Narx-navosi 272 million 656 ming so'm. 30 oydan 60 oygacha olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu pozitsiyamizni ham xuddi shunday 30% dan 60% gacha boshlang'ich to'lovlarini to'lagan holatda rasrochka, ya'ni 0% ga qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Bu avtomashinamizning tan narxi 272 million 656 ming so'm tashkil qiladi. 30% boshlang'ichimiz 81 million 796 ming so'm. Oylik to'lovlari esa 6 million 361 ming so'mdan chiqadi. 30 oy muddatga. Hech qanday foiz, hech qanaqa foiz, peniyasiz chiqadi. 40% boshlang'ichimiz 109 million so'm bo'lyapti Premier pozitsiyamiz uchun. 36 oy muddatga 4 million 544 ming so'mdan chiqadi. 36 oyga. Bu ham yaxshi variant. 50% boshlang'ichimiz 136 million 328 ming so'm. Oylik to'lovi 45 oy muddatga 3 million so'mdan tushadi. Bu ham zo'r variant. Oldingisiga eslaringizda bo'lsa 22-28 oyga edi. Shunday. Hozir bu 50% ni to'lasangiz 45 oyga, почти teng yarmiga 0% ga qilib olsangiz bo'ladi. 60% boshlang'ichimiz 163 million 593 ming so'm tashkil qiladi. Oylik to'lovi 1 million 800 ming so'mdan chiqadi. 1 million 800 ming so'mdan Tracker avtomobili 1 million 800 ming so'mdan. Zo'r. Opa, endi qarang, bularni misol uchun baribir rasochkamiz ham bank bilan ishlari bitadi. Asaka bankdan berilyapti. Bularni misol uchun olib turib, o'zini tannarxini bo'lib beryapmiz. Ertaroq yopsak ham bo'ladi. Albatta, ertaroq yopsangiz ham bo'ladi. Chunki bularga foiz hech qanaqa ustama qo'yilmagan. Bemalol xohlagan vaqtingiz yopib chiqib ketish mumkin. Menimcha akalar shu boshlang'ich to'lovni qilinglar, o'zini tan narxini bo'lib berishga bunaqa variant har doim ham bo'lavermaydi-ku, shuni hisobiga o'zini narxini bo'lib beryapsiz, bo'lib to'lavering, ertaroq yopib nima qilasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Keyingi pozitsiyamiz bizda Redline pozitsiyamiz bilan. Trackerning eng oxirgi pozitsiyalaridan biri Tracker Redline. Xo'p, Premier bilan farqi atigi 10 million so'm farqi bor. 9 million so'm. 9 million so'm qancha 10 million. Lekin shunga yarasha farqlari bor. Misol uchun diskalari qoraytirilgan, qizil liniya o'tgan. Bokovoy oynalarda mana bu
shoxchalari, deymiz. reylinglari. Shoxchasi redline pozitsiyada, hammasida qora rangda. Qolgan hamma pozitsiyada metal rangda ishlangan. Mana bu oldi abrisovkasi и Chevrolet belgisi qorada ishlangan. Chevrolet shildiklari qorada ishlangan. Keyin Salonni ichiga kelsak, salonni ichi qora kojasi qora kojada ishlangan. Obshivkalari ham qorada, choklari qizil bilan yurg'izilgan salonni ichi. Xo'p, bularni oylik to'lovlari, bosh to'lovlari qanchadan chiqadi rassrochkaga? Bu avtomashinamizning tan narxi 282 million 474 ming so'm tashkil qiladi. 30% dan bo'lagi ham xuddi 60% gacha boyagi aytib o'tganimizdek 0% ga xarid qilinadi. 30% 84 million 742 ming so'm. 30% 30 oy muddatga 6 million 591 ming so'mdan 6 million 600 почти chiqargan oylik to'lovi. 40% boshlang'ich to'lovimiz 112 million 900 ming so'm bo'lyapti. Mana shu avtomashinamiz uchun 36 oy muddatga 4 million 700 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. Mana ke. Zo'r. 50% boshlang'ichimiz 1 million 237 ming so'm. 45 oy muddatga 3 million 138 ming so'mdan. Вообще bomba. Juda ham zo'r, qulay narxlarda berilyapti haqiqatan ham. 60 oy muddatga 60% ni to'lab 169 million 484 ming so'm boshlang'ich to'lov to'lansa 1 million 800 ming so'mdan oylik to'lovlari chiqadi. Bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. 5 yilga hech qanday foiz ustamalarsiz olsangiz bo'ladi. Shunaqa. Berilgan 0% ga. ma'lumotlar hozir sug'urta to'lovlarisiz taqdim qilindi. Ya'ni bu boshlang'ich aytilayotgan to'lov summalariga qarab bankka borsangiz sizga ma'lum miqdordagi sug'urta to'lovi hisoblab beriladi. Uni bank tomonidan qilib beriladi. Misol uchun Trekkerni 30% ga sal ko'proq sug'urta chiqishi mumkin. Qancha qoldiq summa kam bo'lsa, sug'urta to'lovi ham kamroq chiqadi. Xuddi shunaqa. Sug'urta to'lovi bilan bank xodimlarini o'zi u narsa bilan shug'ullanadi. Juda ham zo'r. Sizdan talab qilinadigan hujjatlar er-xotin pasporti, ZAGS qog'oz. Agarda er-xotindan bittasi kela olmasa, o'sha misol nomiga avtomashina chiqadigan kishi pasportlari ishonchnoma bilan kelsalar, ishonchnoma ZAGSlar bo'lsa ZAGS qog'oz bilan kelsalar, bitta o'zlari bilan ham kredit tarixlari yaxshi bo'lsa, avtomashinalarimiz berib yuboriladi. Bemalol viloyatlardan ham kelishingiz mumkin. 12 viloyat bo'ylab tashrif buyurishingiz bo'ladi, chunki Asaka Bank tomonidan ushbu rassrochkalar kredit hisobida berilyapti, ya'ni rassrochka. Foiz qo'yilmaydi, lekin baribir mashinani nima deydi, tan narxini avtosalonida o'ziga bankda o'zi to'liq 100% ko'chirib beradi. Shuni hisobiga. Berilgan ma'lumotlar ko'pchilik uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Hamda opamizni mehnatlari uchun, bizning mehnatimiz uchun bir donadan klasslarimizni bosib qo'ysanglar foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat.